O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining Sirdaryo viloyat hududiy birlashmasining 2025-yil aprel-may oylari Sirdaryo viloyati hududidagi xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlarini holatini o'rganish bo'yicha jamoatchilik nazorati tartibida kuzatuv monitoring o'tkazildi. O'rganish natijasida Guliston tumani Yulduz MFY Shodlik massivida joylashgan Volshebnaya Strana nomli oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tomorqa hovlisi juda achinarli holatda qamchi o'sib ketgan. Xuddi shu hududda joylashgan Kattaboyev Laisjon Muhiddinovich nomli oilaviy nodavlat tashkilotining tomorqa hovlisi ham o't bosib qarovsiz holatda yotganligi aniqlandi va ogohlantirish berildi. Sayxunobod tumani O'zbekiston MFY hududida joylashgan Sindorova Diyora Jahongir qiziga qarashli oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rganilganda 25 o'ringa mo'ljallangan bo'lsa-da, bolalar soni me'yordan ortiqligi va maxsus yotoq joylar o'rniga polga joy solib qo'yilganlik holatlari, shuningdek tashkilotda Vazirlar Mahkamasining 13-may 2019-yildagi 391-sonli qarori talabiga asosan tibbiyot burchagi, birinchi tibbiy yordam uchun dori vositalari, tarbiyalanuvchilarning tibbiy ko'rikdan o'tkazilganlik holatlari o'rganilganda, bolalar uchun birinchi tibbiy yordam dori vositalarining muddati o'tgan dorilar borligi hamda belgilangan dori vositalari mavjud emasligi, tarbiyalanuvchilarning tibbiy ko'rikdan belgilangan vaqt o'tmaganlik holatlari aniqlandi. Vazirlar Mahkamasining 25-iyul 2019-yildagi 626-sonli qarori talablari asosida tarbiyalanuvchilarning sog'lom ovqatlantirish to'g'ri yo'lga qo'yilganlik holatlari va oziq-ovqat mahsulotlarining o'z me'yorida berilish holatlari o'rganilganda, bolalarga Rolfi shirinliklari 2024-yil 8-noyabrda ishlab chiqarilgan bo'lib, yaroqlilik muddati 5 oy bo'lsa-da, 8-mart oyida yaroqlilik muddati tugagan shirinlik borligi aniqlandi va ushbu shirinlikni sotib olingan do'konga qaytarilishi ta'minlandi. Sayxunobod tumanidagi Yatsi Qayumova Gavhar Mamirovnaga qarashli Shodiyona nomli davlat xususiy sherikchilik asosida oilaviy nodavlat tashkiloti o'rganilganda, atrof hududi o't bosib ketganligi, chiqindilar to'planib qolganligi aniqlandi. Ushbu tadbirkor bino ichkarisidagi bolalar yotoq joylari va tibbiy yordam burchagi holatlarini o'rganishga ruxsat bermasdan ichkarida qancha kamchiliklar borligi sababli yashirishga urindi. Ushbu binoning bolalar uchun yaratilgan sharoitlar mutlaqo talab darajasida emas. Sirdaryo viloyatining 2 tumani o'rganildi xolos. Qolgan tumanlarda ham shunday kamchiliklar yo'qligiga kim kafolat beradi? Bunga javob beradigan mutasaddi rahbarlarining nahot ushbu holatlardan xabardor bo'lmasa?